Bu narxi unuting endi. Shu orqamda turgan 11 kishilik mikroavtobusni shu yilning oxirigacha yangi yil aksiyasi munosabati bilan 214 million 170 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Turizm, xususiy maktab, xususiy bog'cha, liniyada biznes qiladigan akalar, sizlarga bundan arzonni topa olmadim. Motori 1.5 atmosfernik, 5 pog'onali mexanik korobka, undan tashqarichi rasxodi 7 litr, to'liq odam bilan 10 litr ekan. Mana qarang, bitta qo'lda boshqarsa ham bo'lar ekan. Elektrik gidravlikali rul, Android sensor, monitor, zadniy kamerasi bor, parktronika bor, undan tashqarichi konditsionerlari ham bor ekan. Agar sizda 11 kishilik uchun D kategoriyasi bo'lmasa, 9 kishilik uchun B kategoriyadagi mashinamiz ham bor. Uncha mikroavtobusda orqasida shunaqa forchkasi bo'lmaydi. Lekin bunda bor. Sizga qaysi biri ko'proq yoqdi? 9 kishilikmi yoki 11 kishilikmi? Qiziqtirgan bo'lsa kommentariyaga plus qoldiring. Manzil Sergeli Massiv V1, mashina bozori shunday orqasida joylashgan. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.